xuddi dadisi Alidek to'limi kamtar, saxiy, jasur zotlar edi. Payg'ambar alayhisalom ularni yenida ap yurishga, namoz o'qiganda masjidga elib chiqishga amroq edi. Hatto payg'ambarimiz masjidda jamoatga imom bo'lib namoz o'qiyotganda ular payg'ambarimizning mo'risiga esilib o'ynaydi. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ yuridullahu liyuzhiba ankumur ricse ehlel beyti ve yutahhirakum tathira. Ey peygamberinin ailesidikiler, Allah sizlerden günahını saqit qilishni ve sizlerni tamamen pak qilishni xohlaydi. Allah Taala mahluqatlarning ba'zisini ba'zisidan afzal qilib yaratdi. Xuddi Jibril alayhisalom farishtalar ichida Allohga eng yaqini va payg'ambar alayhisalom boshqa payg'ambarlardan, jumladan butun insoniyat va mavjudotdan afzal bo'lganidek, payg'ambar alayhisalomning oila tavobatlariga ham boshqa oilalarga qaraganda hurmatlik va ustun maqom berilgandir. Mufassir ulamolar mazkur oyatdagi payg'ambar alayhisalomning oilasidan bo'lgan maqsad haqida to'xtalib, Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan bunu hadisni naql qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhisalom mana shu oyat nozil bo'lgan chaqda mundaq dedi. Bu oyat 5 kishi haqida nozil bo'lgandir. Ular bo'lsa-mu men va Ali va uning ikki o'g'li Hasan, Husayn va qizim Fatimadir. Payg'ambarimizning siratidagi bugunga, yani Hicriyanın 3. yılı Ramazan'ın 21. günüge qarag'animizda Payg'ambar alayhisalomning sharaflik oilasining a'zolaridan biri bo'lgan nevrisi Hasan ibn Alining aqiqasini qilganligi qayd qilinadi. Hasan radhiyallohu anhu tug'ilib 7 kun bo'lganda Payg'ambar alayhisalom nevrisi uchun qo'y o'ltirib aqiqasini qiladi va chechini tushirib uning eg'irligi barobarida kumush sadiqa qilishga buyurdi. Payg'ambarimizning suyumlik nevrisi jannat yoshlarining sardorlaridan bo'lgan Hasan radhiyallohu anhu hijratning 3. yılı Ramazan oyida tug'ildi. Uning yeryüzüdeki en şerefli aile dünyaya kelişi, şundaqla İslam ümmetining eng mukammal ulgilari bo'lgan zatning tarbiyasida cho'ng bo'lish fursatiga erishishi, uning hayotining go'zallikka to'lishiga, jannat yoshlarining sarxillaridan bo'lishiga vasila bo'ladi. Chunki u butun islom ummatining tarbiyachisining bevosita tarbiyasini ko'rish sharafiga muyassar bo'ladi. Bir qatim Hazrati Hasan buvoq vaqtida Payg'ambar alayhisalom uni hapach qilib sirtqa o'ynatqilab chiqdi. Yo'lda ketib o'tib uning qo'lidagi yavatgan xurmini ko'rib, darhol uni tortib oldi ve onun şunchalik astoydillik bilan tushuntirib, payg'ambar aholisiga sadiqa harom qilingan. Bu Beytul Malga mansub xurma. Sen buningdan yesang bo'lmaydi deb texi gapmi qila olmaydigan, hatto davatgan gapni tushungidek yoshqimi kelmagan bu bovoqqa xuddi cho'ng odamlarga muomala qilgandek muomala qilib, uningga xurmini nimish yesi bo'lmaydiganligini izohlaydi. Shundoq, gullarning chiroyli po'raklab echilishi uchun bog'vanning astoydillik bilan qilgan parvishiga muhtoj bo'lganidek, bizning farzandlarimizmi dunyodagi muvaffaqiyat sahnalarida, texmi muhimi o dünyadaki cennetning gül bağlarından biride o'rnini alalaydigan holatda o'sib yetilishi uchun ota-ona ismlik bu mehnatkesh bog'vanlarning to'g'ri parvishiga muhtoj bo'ladi. Musulmonlar farzandlarga qanday tarbiyalarni qilishi, ularga qanday muomala qilish kerak, bularni avval Qur'on, hadis va islom ta'limotlaridan izlashi. Insonning yaratquchisi, uning tabiatini eng yaxshi biladigan zotning yo'l yo'riqlariga qarata bola tarbiyalash kerak. Farzand tarbiyasi deyilganda ko'pincha kishilarning oldi bilan kallasiga keladigan bo'lsa, g'arbning shu sohadagi materiallari va yoki dinsizlarning safsatlari bo'ladi. Ammo hech Qur'on Karim va payg'ambarimizning hayotini farzand tarbiyasi uchun qanday ta'lim bergan, bular haqida izlanish xiyoliga kelib solmaydi. Chunki ular allburun islom dinini kamtuklik bilan ayiblaydiganlar va yoki islomni to'liq bilmaydiganlarning bu sohada Qur'onda bir narsa yo'q, tepilmaydi degandek so'zlarga ishinib ketgan va bu haqda izlanish xiyolidan allburun voz kechgan. Men bu yerda farzand tarbiyasi haqidagi ilmiy materiallar va yoki musulmon bo'lmasimi o'z sohasida yetishgan mutaxassislarning tavsiyalarini asla almaymiz demoqchi emasman. Aksicha payg'ambar alayhisalom degandek hikmat mo'minning yuturib qo'ygan narsasidir. Uni g'ayrimuslimlardan topsak qabul qilmasligimiz kerakligini ko'rsatmaydi. Ammo biz har vaqt farzandlarimizni islomiy tarbiyalar bilan, islomiy qimmat qarashlar asosida tarbiyalaymiz deb davron solamiz yo'q. Islomimizning bu vaqtdagi yo'l yo'riqlari haqida izlanmaymiz va yoki uning oldiga g'ayrimuslimlarning ko'rsatmalarini qo'yamiz. Natijada o'zimizmi sezmagan holatda inchki nuqtalarda xatoliklarni sodir qilib qo'yamiz. Buningdan xatarlikroqi bizmi boshqalarga o'xshash o'zimizning bilmasligidan ko'rmasdan islom ta'limotlarının kamligidan iborat bu xato qarashga ishinib qolamizda, bu haqda İslamның ko'rsatmalari so'zlansa, asossiz deb qaraydigan holga kelib qolamiz. Masalan, bir musulmon yuqorqi payg'ambar alayhisalomning navrisiga qilgan muomalasi bo'yicha o'xshash uslub bilan gapmi qila olmaydigan bir bolasiga islom haqida so'zlab berayotganini ko'rganimizda, u kishiga maskumuz kelish u yoqda tursin, kichik bolag'imi shundoq gaplarni qilib o'ltirdi-ku deb hayronlik nazarda qarab qilishimiz mumkin. Ammo yana bir musulmon bolalar taraqqiyoti kasbidagi amerikalik plan mutaxassis buvoqlarga onasining qo'rsiqidagi vaqtdan boshlab chiroyli so'zlarni ko'p qilib berish, muzika qo'yib berish kerakligini, buning buvoqlarning tilining tez chiqishiga,
o'ziga bo'lgan ishonchisinin eshishiga, 1 yoshga to'shmagan bolalarga nisbatan onasi bilan bo'lgan munosabatining texmi kuchli bo'lishiga foydasi bo'lganligini so'zlagunicha, gap qila olmaydigan bu o'qiga kul qizning hikoyasini o'qib berayotganini ko'rganimizda, u onaga bo'lgan qoyilligimiz qo'zg'alib, uni maqtishib ketamiz. Mana mushundaq davomlash natijasida farzandlarga sahobalarning hayotini so'zlab berishni, kichik bolalarga urush jidal haqida so'zlash to'g'ri emas deb qarab, Ali Baba bilan 40 qaroqchini islomiy mazmundan, jihad, g'azot so'zlangan mazmunlardan xoli holatdagi urush, vahshiylik aks ettirilgan mazmunlarni tanlab o'qib berdigan, shu mazmundagi karton filmlarni qo'yib berdigan va bolalarimizning qalbida tiklaydigan qahramonlarning islomni dunyoga yoygan qahramonlar, din uchun hayotini fido qilgan shahidlar emas, Amerikaning o'ydirib chiqargan o'michuk, shaparang palvonlar bo'lishiga asos hozirlayapmiz. Farzandlarimizning Hazrati Hasandek jannat yoshlarining sardorlaridan bo'lalishi biz vafot topgandan keyinmi bizning dunyodagi erishadigan ajrimizning uzilmasdan davom qilishi uchun biz farzand tarbiyasiga kichkidan boshlab ahamiyat berishimiz, bu haqda izlanishimiz, ma'lumotlarni to'g'ri manbalardan, to'g'ri usul bilan elishimiz kerak. Ali roziyallohu anhuning 14 o'g'il, 17 qizi, jami 31 bolasi bo'lgan edi. Ammo bularning ko'pinchisi shahid qilingan bo'lib, nasabi faqat 5 bolasi orqali davomlashgan. Bular Hazrati Hasan, Hazrati Husayn, Muhammad ibn al-Hanafiya, Abbos va Umar qatorliqlar. Hasan va Husayn roziyallohu anhumalar xuddi dadisi Alidek to'limi kamtar, saxiy, jasur zotlar edi. Payg'ambar alayhisalom ularni yenida ap yurishga, namoz o'qiganda masjidga elib chiqishga amroq edi. Hatto payg'ambarimiz masjidda jamoatga imom bo'lib namoz o'qiyotganda ular payg'ambarimizning mo'risiga esilib o'ynatdi. Payg'ambarimiz ularni o'ynab olsin deb sajdada uzunroq turib ularga fursat yaratib berdi. Usama ibn Zayd roziyallohu anhu payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ey Alloh, men Hasan Husaynni yaxshi ko'raman. Senmi ularni yaxshi ko'rgin. Abu Said al-Xudriydan rivoyat qilingan yana bir hadisda mundaq deydi. Hasan Husayn jannat yoshlarining sardori, Fatima ayollarının sardoridir. Musulmonlarning 4-xalifasi Hazrati Ali vafot bo'lgandan keyin xalq yig'ilib Hasan roziyallohu anhuga bay'at qildi. U xalifalikda 6 oy o'ltirdi. Keyin kishilarning o'zini yolg'iz qoldirganligini ko'rib, musulmonlarning birligini muhim bilib, ittifoqlik, birlik uchun hammadan voz kechishga rozi bo'ldi va xalifalikni Muaviyaga o'tkazib berdi. Mana shundaq izil xarakterlar, to'langan badallar, eng go'zal ishlarga sarf qilingan yoshlik edi, uni jannatning yoshlarining sardori qilgan. U musulmonlardan qoqshab yurmasdan, men xalifa bo'lsam, agash kuchlar menga yetarlik demasdan, musulmonlarning birligi uchun hech ikkilanmasdan, orqasidagi bay'at berganlarning soniga qarab faxrlanib o'ltirmasdan, o'rnidan, ya'ni xalifalikdan voz kechaligan edi. Bugungi kundagi biz o'zimizni ozroqli tashirib boqadigan bo'lsak, u martabaning qanchalik yuksak ekanligini, uningga erishish uchun nafsimiz bilan qanchalik kurash qilishimizga to'g'ri kelganligini yaxshi his qila olamiz. Hasan roziyallohu anhu Hijriya 61-yili Muharramning Ashura kunisi Iroqning Karbala zaminida shahid qilinadi. Alloh uningdan rozi bo'lsin. Payg'ambar alayhisalomga va uning barliq oila tavobatlariga, muborak dinimiz islomni yetkazishda uningga hamdamda bo'lgan barliq sahobalarga rahmat qilsin. Bizni ham jannat yoshlarining sarxillari jumlasidan qilsin. Bu muborak kunlarda bizni do'zaxdan ozod qilib, o'zining rahmatiga erishganlardan qilsin.